Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizda Realme'dan C75 model keldi. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. Xotirasi 8256 talik bo'ladi. Batareya amperi 5828 bo'ladi. Suvdan, changdan zashtasi IP69 bo'ladi. Ekranlari 90 Hz da ochadi bemalol. Xil rangda, qora rangi bu. Juda chiroyli chiqqan. E'tibor berib qaranglar, hurmatli mijozlar. Kameralari ham zo'r. Bunga sun'iy intellekt qo'shilgan. C75 modeliga. Gold rangi. Yo'llari ham ingichka bo'ladi. Kameralariga e'tibor qaranglar. Juda chiroyli dizayn ishlab chiqargan. Komplektda 45 watt galovka bo'ladi. Chixoli bo'ladi. Optimga donaga kelishtirib qilamiz. Bemalol Abusahi R66 ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlashlari ham zo'r. Mana kameralarini ham ko'rsatib beramiz. Mana kameralari ham zo'r. Cho'tki ishlab turibdi. Optimga donaga kelishtirib qilamiz. Abusahi R66-do'kon.